Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Demak, bugun navbatdagi kuzgi attestatsiyaga tayyorgarlik darslarimizni boshlaymiz. Xudo xohlasa bu sonimizda sizlar bilan 2026-yil bahorgi attestatsiyada tushgan savollarni tahlilini ko'rib chiqamiz va iloji boricha har sonda sizlarga imtihonda ustozlari qiynagan savollarni olib chiqishga harakat qilyapmiz. Agar o'sha ko'rayotgan misolingiz sizga tushgan bo'lsa yoki yechimidan nimadir o'rgangan bo'lsangiz, bemalol izohlarga yozib qoldirsangiz bo'ladi va bu videoni kuzda imtihon topshiradigan, attestatsiya imtihonidan anchadan beri qiynalib yurgan ustozlarga yuborib qo'ysangiz yoki kursdoshlar, metod birlashma guruhlariga yuborib qo'ysangiz, ular ham nimadir o'rgana olsa, ilm tarqatishda o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Demak, bugungi video darsimizda sizlar bilan birgalikda yana o'sha ko'pchilikni qiynagan differensiallanuvchi funksiyalar haqida gaplashamiz. Newton binomi haqida gaplashamiz. Asosiy imtihon jarayonida ko'pchilik ustozlarimizni vaqtini o'g'irlab qo'ygan bitta geometrik masala haqida gaplashamiz, matilli masalalar haqida va irratsional tenglamalarni oson usulda yechish usullari haqida birma-bir gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi misolimiz bahorgi attestatsiyada ko'pchilikni nima qilishini bilmay qolgan misol, ya'ni differensiallanuvchi funksiyalarga doir. Biz attestatsiya imtihonidan oldin bu turdagi misollarni juda ham ko'p ishlagan edik, chunki aynan spesifikatsiyada shu mavzudagi misollarga oid savol tushishi haqida yozilgan edi. Endi hali 2026-yil kuzgi attestatsiya uchun spesifikatsiya manbalari chiqmadi. Xudo xohlasa o'sha manbalar chiqqanidan so'ng biz siz bilan o'sha spesifikatsiya asosida misollarni tahlilini boshlaymiz. Demak, quyidagi misolimiz berilyapti. X 2 dan katta va 2 dan kichkina oraliqda funksiyalar berilgan. X dan 2 nuqtada differensiallanuvchi bo'lsa, k plus m ning qiymatini toping deyapti. Bu turdagi misollarni oldingi sondagi video darslarimizda ham ko'rib o'tgan edik va bu o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha videoda bu turdagi misollarni yechishni o'rgangan bo'lsangiz, ekranga bitta pauzani bosib turib, o'zingiz misolni mustaqil ishlab ko'rishingizni tavsiya beraman. Sababi o'sha misolni qanchalik o'rganganingizni o'zingizda tekshirib ko'rasiz. Demak, 2 nuqtada differensiallanuvchi degani x o'rniga birinchi 2 ni qo'yib yozamiz. Shunda bizda 2m qo'shilgan 10 barobar 4k plus 12 ayrilgan 8 hosil bo'lyapti. Ya'ni aynan shu 2 nuqtada bu funksiyalarimiz o'zaro teng qiymatli bo'ladi. Buni yozadigan bo'lsak, 2m ayrilgan 4k 4 ayrilgan 10 hosil bo'ladi. 2m minus 4k ni topsak minus 6. Hop, 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizda m minus 2k minus 3 ga tengligi kelib chiqadi. Ana endi differensiallanuvchi deganligi uchun ikkala tomondan hosil oladigan bo'lsak, bir tomonda m qoladi, ikkinchi tomonimizda 2k x plus 6 va x teng 2 qiymatni olib borib qo'yamiz. M barobar 4k plus 6 hosil bo'ladi. Ana endi mana bu joydagi m o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, 4k plus 6 ayrilgan 2k minus 3 ga teng bo'lsa, bu yerdan 2 ta k ni topsak minus 9, k ni topadigan bo'lsak minus 4,5 ga tengligi kelib chiqdi. Bizdan k plus m ni so'rayapti. Mana bu joyga olib borib qo'yadigan bo'lsak, 4 kere minus 4,5 qo'shilgan 6 hosil bo'ladi. Minus 18 dan minus 18 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda minus 12 hosil bo'ladi. Demak, k plus m imiz minus 4,5 ayrilgan 12 minus 16,5 hosil bo'lyapti. Bizdan so'ralgan qiymatimiz
16,5 minus 16,5 ga tengligi kelib chiqdi. Bu turdagi misollarni ko'proq ishlashni tavsiya qilaman. Sababi o'tgan imtihonda ko'pchilik qiynaldi. Keyingi safarga ham aynan shu turdagi misollardan tushib qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshiroq mana shu turdagi misollarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi attestatsiya imtihonlarida ekub va ekubga doir nostandart masalalar juda ko'p uchrayapti. Ya'ni nostandart deganda ular biz har doim yechib yuradigan standart misollarimizdan farq qiladi. Ozgina kreativ qo'shishni talab qiladi. Demak, agar ekub 5a b1 ya'ni ikki xonali sonlarimiz ekub 3 ga teng bo'lsa, bizdan a plus b ning eng katta qiymatini so'rayapti. Ekub degani bizda bu ikkala songa ham bo'linishi kerak bo'ladi. Ya'ni 3 berayotgan sonlarimizga bo'linishi kerak. Ya'ni 5a ikki xonali soniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu 3 ga karrali bo'lishi uchun sonimiz 51, 54 yoki bo'lmasa 57 bo'lishi kerak. B1 sonimiz esa 3 ga karrali bo'lishi uchun 21, 31 bo'la olmaydi, 41 bo'la olmaydi, 51, 61 bo'la olmaydi, 71 bo'la olmaydi, 81, 91 bo'la olmaydi. Mana shu sonlar bo'lishi kerak. E'tibor qaratadigan bo'lsak, bu joyda a ni o'rnida 1, 4, 7 sonlari kelyapti. Bizdan a plus b ning eng katta qiymatini so'rasa, qo'shiluvchilarni ham katta sonlarda tanlashimiz kerak. Bu yoqda 7 soni bo'lsa, demak 7 hosil bo'ladi. Keyingisi b imizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2, 5, 8 va bu yoqda yig'inda eng katta bo'lishi uchun biz b ga 8 olishga majburmiz. Yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 15 ga tengligi hosil bo'ldi. Ya'ni misolni ko'rganday shokka tushib qolmasak, bemalol 1 daqiqa ichida bu misolni hal qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Attestatsiya imtihonida har bir misolni agar siz 2 daqiqadan hal qila oladigan darajaga yetsangiz, imtihon boshlanguncha o'zingizni shu tezlikka tayyorlay olsangiz, 35 ta misolni 70 daqiqada yecha olasiz va sizga attestatsiya imtihonida 120 daqiqa beriladigan bo'lsa, qo'shimcha sizda 50 daqiqa vaqt qoladi. Bu degani bemalol pedagogikani, bemalol misollari yana bir marta orqadan boshlab tekshirib chiqish imkoniyatini beradi. Keyingi masalamiz geometrik masala hisoblanadi va mana shu savol attestatsiyadan chiqqan ustozlarni ko'pchiligida ishlaganlarini ichida ham 10 daqiqaga yaqin vaqtini olib qo'ygan misol hisoblanadi. Kelinglar, hozir shuni tahlilini ko'rib chiqamiz. Agar adashmasam birinchi kunda bu savol tushdi. Kimga tushgan bo'lsa, mana shu savolni yecha olmagan bo'lsa, yecha olmaganligini yoki bo'lmasa ishlagan bo'lsa, ishlaganligini izohlarda yozib ketishi mumkin. Quyidagi trapetsiya, teng yo'lli trapetsiya berilyapti va bizda BY ni FD ga nisbati 2:3 nisbatda ekan. BY tomonimiz mana bu joyni 2x deb oladigan bo'lsak, FD imiz 3x ga teng ekan. Bizdan SF balandlikni so'rayapti. Xo'p, SF balandlik bitta bunda o'tkazadigan bo'lsak, mana shu qizil bilan chizgan joyimni bizda h deb so'rayapti. Endi trapetsiya bo'lgandan keyin mana bu burchakka alfa deb oladigan bo'lsak, bu yoqdagi burchagimiz ham alfa bo'ladi. Tepa va pastki asoslari o'zaro parallel. YF kesmachani y deb olsak, mana shu uchburchakda kosinus alfani qo'llaymiz. Kosinus alfa yopishgan katetimiz 2x plus y, gipotenuzaga nisbati 6. Endi bu uchburchakda kosinus alfani qo'llaydigan bo'lsak, yopishgan katetimiz 3x plus y, gipotenuzamiz esa 8 ga teng. Bo'yagan joylarimizni o'chiramiz. Bizga ortiqcha chiziqlar
keragi yo'q va kosinuslar o'zaro teng bo'lganligi uchun bu ikkalasini tenglashtirib yuborsak bo'ladi. Shunda bizda 2x plus y taqsim 6, 3x plus y taqsim 8 hosil bo'lyapti. 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, bu yoqda 3, 2 ga qisqartirsak, bu yoqda 4. Demak, 8x plus 4y 9x plus 3y hosil bo'ladi. Bundan x ni y ga tengligini topib olsak bo'ladi. Ya'ni YF tomonimiz bizda nimaga teng ekan? X ga teng ekan. Endi qiladigan ishimiz. Teng yonli trapetsiya B uchidan boshlab asosga bitta perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, mana perpendikulyar tushirdik. Buni katta H bilan belgilaymiz, chunki trapetsiyaning balandligi. Teng yonli trapetsiyada mana bu joyda hosil bo'layotgan kesmamiz bizda 8 minus 6 taqsim 2 ga teng. Ikkinchi tomonimiz esa bizda, ya'ni mana bu M deb oladigan bo'lsak, MD tomonimiz ikkalasining qo'shib 2 ga bo'lganimizga teng bo'ladi. Ya'ni 7. Bu ifodamiz 7 ga teng, mana bu esa 1 ga tengligi kelib chiqadi. Berilgan trapetsiyaning yon tomonlari 6ligi masala shartida berilgan, o'zi original tushganida. Ya'ni mana bu joyga yozib qo'yaylik. AB va DC 6 ga tengligi. Imtihonda kirgan ustozlarimiz ham buni aytsa kerak. Xo'p, katta H topsak bo'ladi. Ya'ni katta H ning kvadrati qo'shilgan 1 ning kvadrati 6 ning kvadratiga teng. H kvadratni topsak 36 dan 1 ni ayiramiz. H kvadratni topsak 35 ga tengligi kelib chiqadi. Ana endi qiladigan ishimizga qaranglar. Mana bu uchburchakda yana Pifagorni qo'llaymiz. Mana chizayotgan uchburchagimga e'tibor beringlar. Shunda bizda H kvadrat qo'shilgan asosimiz 7 bo'lsa 49 barobar BD diagonalimizni uzunligi 6x bo'lyapti. Demak 36x kvadrat. 35 qo'shilgan 49 barobar 36x kvadrat bo'lsa, bizda 84 barobar 36x kvadratga tengligi kelib chiqadi. Ikkalasini 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 21 barobar 9x kvadrat hosil bo'ladi. Ana endi mana bu kichkina uchburchagimizda Pifagorni qo'llasak, H kvadrat qo'shilgan 9x kvadrat 36 ga teng bo'lsa, 9x kvadrat o'rniga 21 ro borib qo'yamiz. H kvadrat qo'shilgan 21 36 ga teng. H kvadratni topsak 15. Bizdan aynan mana shu H ni so'rayapti. Ildizda 15 ekanligi kelib chiqadi. Misolni ko'rgan paytida ishlay olish bizga vaqtdan yutish imkoniyatini beradi, lekin fikrning o'zi kelishi ham ancha vaqtni talab qiladi. Ya'ni attestatsiya imtihonida berilgan misollar tez fikrlaydigan odamlar uchun bemalol bo'lishi mumkin, lekin oddiy maktabda dars berib yurgan ustozlarimiz uchun ozgina murakkablik qiladi. Sababi bu turdagi misollarni ko'rgan paytida bittada fikr kelib 2-3 daqiqa ichida bajarish ancha murakkab hisoblanadi. Keyingi savolimiz, bu ham tushgan savol, ildizlik ifoda aniq integralni hisoblab biz a plus 2 ning kvadratini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, dastlab funksiyani o'zini yozib olamiz. Ya'ni integral 0 dan pi taqsim 2 gacha ildizni tagidagi 1 ni o'rniga sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x ayrilgan sinus 2x ni o'rniga 2 sinus x kosinus x ni qo'yadigan bo'lsak, dx. Bu bizda integral 0 dan pi taqsim 2 gacha ildizni tagi bizdan modulda sinus x ayrilgan kosinus x ni beradi. Nimaga modulda? Chunki
qaysi biri musbat, qaysi biri manfiyligini bilmaymiz. Shuning uchun modulda chiqardik. Va mana shu joyda bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana bu yerdan yozaman. Integralni ikki xil ochamiz. 0 dan pi taqsim 4 gacha, pi taqsim 4 dan pi taqsim 2 gacha. Ya'ni modulini demoqchiman. 0 dan pi taqsim 4 gacha kosinus x ayrilgan sinus x ko'rinishida, chunki 0 pi taqsim 4 oralig'ida kosinus x sinus x dan katta. Pi taqsim 4 dan pi taqsim 2 gacha esa sinus x ayrilgan kosinus x ko'rinishida ochib chiqamiz. Shunda bizda 0 dan pi taqsim 4 gacha kosinus x ayrilgan sinus x dx hosil bo'lyapti. Qo'shilgan pi taqsim 4 dan pi taqsim 2 gacha esa sinus x ayrilgan kosinus x dx hosil bo'lyapti. Kosinusdan boshlang'ich oladigan bo'lsak, bizda sinus x, sinusdan boshlang'ich oladigan bo'lsak, bizda minus sinusdan boshlang'ich oladigan bo'lsak, bizda kosinus x hosil bo'ladi. Ya'ni 0 dan pi taqsim 4 gacha. Qo'shilgan sinusdan boshlang'ich oladigan bo'lsak, minus kosinus x, kosinusdan boshlang'ich oladigan bo'lsak esa sinus x pi taqsim 4 dan pi taqsim 2 gacha. Pi taqsim 4 qo'yadigan bo'lsak, ilzos 2 taqsim 2 qo'shilgan ilzos 2 taqsim 2, 0 ni qo'yadigan bo'lsak, sinus 0 da 0, kosinus 0 da 1 ga teng bo'ladi. Va uni oldi bizda minus bo'ladi. Qo'shilgan. Xo'p, minus pi taqsim 2, ya'ni mana bu joydagi pi taqsim 2 ni kosinusga borib qo'yadigan bo'lsak 0, sinusga borib qo'yadigan bo'lsak 1, oldidagi minus bilan minus 1 ga aylanadi. Pi taqsim 4 ta borib qo'yadigan bo'lsak, bizda minus ilzos 2 taqsim 2 va minus ilzos 2 taqsim 2 hosil bo'ladi. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, bizda ildizni 2 ayrilgan 1 qo'shilgan minus 1, ikkitasi minus bo'lsa plyusga aylanib ketadi. Plyus ildizda 2 hosil bo'ldi. Shunda bizda 2 ildizni 2 ayrilgan 2 hosil bo'lyapti. Bu bizda A hali. Demak, o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak, 2 ildizni 2 ayrilgan 2 qo'shilgan 2 ning kvadrati desak, bu ikkalasi qisqarib ketadi. 4 kere 2 8 ga teng bo'ladi. Ko'pchilik ustozlarimizning qilgan xatosi modulli inobatga olmasligi bo'lishi mumkin. Masalani to'g'ri eshitdim deb o'ylash mumkin, lekin oraliq berilmaganligi uchun biz ildizdan chiqarayotganda modulda chiqarishimizga to'g'ri keladi. Va ayirmamiz qachon musbat bo'ladi? 0 dan pi taqsim 4 gacha kosinus sinusdan katta, pi taqsim 4 dan pi taqsim 2 gacha esa sinus kosinusdan katta bo'ladi. Shuning uchun ikkita oraliq ajratib olishimiz muhim bo'ladi. Ya'ni misolni xatoga olib boradigan joyi aynan ildizdan chiqarganda modul va oraliqlarga e'tibor qaratish. Ko'pchilik bunga e'tibor qaratmaydi va javoblarda aynan sizni e'tibor qaratmasligingizni inobatga olingan holda keltirilgan javoblar ham bo'ladi. Siz bu holatda qo'pol qilib aytganda tuzoqqa tushasiz va 2 ballni yo'qotasiz. Keyingi savolimiz irratsional tenglamalarga oid. Ko'rinishi vahimali, lekin ishlasa bo'ladigan savollar turkumidan. Adashmasam, attestatsiya imtihonlari 27-aprel kuni bo'lib o'tgan bo'lsa, birinchi smenada, birinchi kunda aynan mana shu turdagi savollardan 2-3 ta keldi. Birgalikda hozir buni yechishni ko'rib o'tamiz. Buni hech qanaqa kvadratga ko'tarish shart emas. Xo'p, buni bitta belgilash kiritib olamiz. Birinchi ildizni tagini a deb belgilab oladigan bo'lsak, x kvadrat plus 5x plus 4 ni a deb belgilab olsak, ikkinchi ildizni tagi x kvadrat minus x minus 6 ni b deb belgilab olsak, ikkalasini qo'shib yuborsak, 2x kvadrat plus 4x minus 2 barobar a plus b hosil bo'lyapti. Ya'ni barobardan keyingi ildizni tagiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu bizda a plus b bo'lib qolyapti.
O'rniga qo'yamiz. Ildizda A ayrilgan ildizda B barobar ildiz ostida A plus B hosil bo'lyapti. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, A minus 2 ildiz ostida AB qo'shilgan B barobar A plus B ga. A plus B lar qisqarib ketadigan bo'lsa, bizda ildiz ostida AB ni 0 ga tengligi kelib chiqyapti. Demak, A ko'paytirilgan B imiz 0 bo'lishi kerak. Biz A deb nimani oldik? X kvadrat plus 5x plus 4 o'rniga olib qo'yaveraylik. Ko'paytirilgan x kvadrat minus x minus 6 barobar 0. Ko'paytuvchiga ajratsak, x plus 4 x plus 1. Keyingisi x minus 3 x plus 2 barobar 0 hosil bo'lyapti. Demak, tenglamamiz ildizlari x teng minus 4, x teng minus 1, x teng 3 va x teng minus 2 hosil bo'lyapti. Ana endi x teng minus 2 birinchi tenglamaga keltirib qo'yadigan bo'lsak, aniqlanish sohasini qanoatlantirmaydi, shuning uchun chiqib ketdi. X teng minus 1 ni ikkinchi tenglamaga keltirib qo'yadigan bo'lsak, bu ham aniqlanish sohasini qanoatlantirmaydi, chiqib ketdi. Bizda ikkita variant qolyapti, minus 4 va 3 sonlari tenglikni qanoatlantiradimi yo'qmi tekshirib ko'rishimiz kerak. Agar minus 4 ni tenglamaga keltirib qo'yadigan bo'lsak, bizda birinchi ildizimizning tagi 0 bo'ladi. Ayrilgan ikkinchi ildizimizning tagi 4 minus 4 kvadrati 16 qo'shilgan 4 ayrilgan 6 bo'ladi. Barobar ildiz ostida ikkinchi tomonimiz esa 32 ayrilgan 8 minus 2 hosil bo'lyapti. Ya'ni bizda minus ildizda 14 sonimiz teng bo'lib qolyapti. Ya'ni minus 16 bo'lar ekan mana bu ifodamiz. Ildiz ostida 14 ga bitta manfiy ifodamiz bitta musbat ifodaga hech qachon teng bo'lmaydi. Shuning uchun minus 4 ham chiqib ketdi. Va bizda bitta x teng 3 degan javob qolyapti. Bizdan 4x0 ning kvadrati plus 1 taqsim 3 so'rayapti. 4 kara 9 qo'shilgan 1 taqsim 3 bizda 37 taqsim 3 hosil bo'lyapti. Tenglamani shu tarzda yechganimizdan keyin e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlar. Birinchisi, aniqlanish sohaga mosmi yo'qmi? Aniqlanish sohani qanoatlantiradimi biz topgan javob? Ikkinchisi, aniqlanish sohaga tushmaydiganlarini chiqarib tashlaganimizdan keyin shu tenglikni bajaradimi yo'qmi? Chunki tenglamaning ildizi degani shu sonni tenglamaga olib borib qo'yganimizda tenglik bajarilishi kerak bo'ladi. Bu ikkinchi holat. Agar shu masala sizga tushsa-yu, siz misolli yechilishini bilmasangiz, javoblardan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni A, B, C, D kalitlaridagi har bir ifodani siz mana bu so'ralayotgan ifodaga keltirib qo'yasiz va x0 ni topasiz. X0 ni topganingizdan keyin u tenglamani qanoatlantiradimi yo'qmi? Shuni tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Umuman yecha olmagandan ko'ra javoblardan orqaga qarab yurish ham bizni 2 balldan quruq qolmasligimizga sabab bo'lishi mumkin. Bu usulni ham imtihonda agar qiynalib qoladigan bo'lsangiz, qo'llab ko'rsangiz aniq foydali bo'ladi. Keyingi masalamiz attestatsiya imtihonlarida spesifikatsiyada aynan ketma-ketlik bor. Shu ketma-ketlikka mos ravishda matnli masalalar aniq keladi. Ya'ni 7-8 savollarimiz bizda 6-savollarimiz ko'pincha matnli masalalar bo'ladi va siz matnli masalalardan qiynalmasligingiz uchun iloji boricha ko'proq mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki aniq tushadi matnli masala. Har doim spesifikatsiyada bor. Quyidagi masalaga e'tibor qaratamiz. Muslima A nuqtadan B nuqtaga borishi uchun 5 soat vaqt sarfladi. Demak, mana bu joyda ikkita nuqtani oladigan bo'lsak, bittasi A nuqta, bittasi B nuqta, orasidagi masofa esa 5 soat ekan. Mana u yo'lning aholi yashash punktida o'tgan qismida 60, qolgan magistral qismida 80 tezlik bilan harakatlandi. Kelinglar, mana bu joy S1,
aholi yashaydigan joy bo'lsin. Bunda aholi qilib qo'yamiz. Bu yog'i esa aholi yashamaydigan qism. Buni S2 deb olamiz. Shunda S1 ni 50 ga bo'lamiz. Aholi yashaydigan joyda uzr 60 yurgan ekan. Qo'shilgan S2 ni 80 da yurgan. Ikkalasiga 5 soat vaqti ketdi. Endi ortga qaytayotganda aholi yashash joyida 50 bilan yuribdi. S1 taqsim 50 qo'shilgan yashamaydigan joyda 90 tezlik bilan yuribdi. Va 4 soat 36 daqiqa degani 4,6 soatga teng bo'ladi. Kasrda aylantirib yozadigan bo'lsak, A va B punktlar orasidagi masofa, ya'ni bizdan S1 plus S2 ning nimaga tengligini so'rayapti. Proporsiya qiladigan bo'lsak, bularga umumiy maxraj 240 ga teng desak ham bo'ladi. Demak, 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4S1 qo'shilgan 3S2 240 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 5 karra 240 deb yozamiz. Bu ikkalasiga umumiy maxraj 450 bo'ladigan bo'lsa, 9 ta S1 qo'shilgan 5 ta S2 4,6 ko'paytirilgan 450 ga teng. Sistemani yechamiz. Tepadagi ifodamiz 5 ga, pastdagi ifodamizni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 20 S1 qo'shilgan 15 S2 barobar 25 karra 240 hosil bo'lyapti. Pastdagini 3 ga ko'paytirsak, 27 S1 qo'shilgan 15 S2 bizda 0 ni ketkazib yuboradigan bo'lsak, 46 karra 45 karra 3 hosil bo'lyapti. Sistema qilib bir-biridan ayiradigan bo'lsak, bular ketdi. 7 ta S1imiz 46 karra 45 karra 3 ayrilgan 25 karra 240 hosil bo'ladi. Xo'p, buni kalkulyatorda hisoblaymiz. Attestatsiya imtihonida ham kalkulyator beradi. 46 karra 45 karra 3 ayrilgan 25 karra 240. 210 hosil bo'lyapti. 7 S1 210 ga teng bo'lsa, S1 ni topsak 30 chiqyapti. S1 30 ga teng bo'lsa, o'rniga borib qo'yamiz. S2 ni topishimiz kerak, chunki 1 taqsim 2 qo'shilgan S2 taqsim 80 5 ga teng. S2 ni topadigan bo'lsak, 4,5 ko'paytirilgan, chunki 5 dan yarimni ayirsak 4,5 80 ga ko'paytiramiz. Bizda 360 hosil bo'ladi. S2 360 ga teng ekan. Bizdan umumiy masofani so'rayapti. Demak, 30 qo'shilgan 360 jami 390 kilometr ekan. A va B shaharlar orasidagi masofa. Ozgina murakkab, sistemaga olib kelib olib, masalani ishlashimiz uchun ham, hisob-kitob uchun ham ancha vaqt ketib qolyapti, lekin xohlaymizmi yo'qmi, bu turdagi masalalarni tezroq yechishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Keyingi turdagi masalamiz bizda Newton binomiga oid masala. Xo'p, Newton binomiga deyarli har doim to'xtalyapmiz. Xudo xohlasa keyingi video darsliklarimizda ehtimollar va kombinatorikaga doir misollardan ham ancha alohida bir video darslik tayyorlab o'tamiz. Demak, binomal yoyilmasida A ni x 10-si y 9-si hadi mavjud bo'lsa, A plus n yig'indining qiymatini toping deyapti. Demak, bu bizda x kvadratning 5-si bo'lishi kerak va y kubbi 3-si bo'lishi kerak. Mana shu joyda, ya'ni x 10-si, y 9-si bo'lishi uchun bu yerda x kvadrat turibdi, bu yerda y kub turibdi. Mana bu darajalar yig'indisi har doim bizda n ni berish kerak. Shuning uchun n ni yozadigan bo'lsak 5 plus 3, ya'ni 8 ga teng bo'lyapti. Oldidagi koeffitsient esa s 8 u 3 hosil bo'ladi bizda. Chunki mana buni darajasi 3 ligi uchun pastdagi ifodamiz umumiy daraja 8 bo'lganligi uchun 8 bo'ldi. S 8 3 hisoblamoqchi bo'lsak, bizda
8 faktorial taqsim 5 faktorial kira 3 faktorial hosil bo'ladi. Va bu 6 kira 7 kira 8 pastda 3 faktorial bo'lsa 3 faktorial 6 ga teng 56 hosil bo'ladi. Bu bizda A. Ana endi A plus n ni so'rayapti. 56 ga n 8 ni qo'shadigan bo'lsak 64 ga tengligi hosil bo'ldi. Demak, berilgan ifodadan A plus n ning qiymatini topadigan bo'lsak 64 ga teng bo'ldi. Bu galgi attestatsiya imtihonlarida eng oson savollardan biri bu yana progressiyaga oid savollarimiz. O'zi qiyin savollar, qiyin mavzular borgan sari attestatsiya imtihonlarida saralanib boryapti. Ya'ni ma'lum bir turdagi misollar faqat qiyin bo'lib kelyapti. Qolgan turdagilar esa ishlasa bo'ladigan, og'irlik tug'dirmaydigan misollar ko'rinishida kelyapti. Demak, arifmetik progressiyaning 4-xadi 16 ga teng degani A4 16 ga teng ekan. 7 va 10-xadlar yig'indisi 5 ga teng ekan. Bizdan dastlabki 18 ta xadini yig'indisini so'rayapti. Xo'p, bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, A1 plus 3 ta D 16 ga teng. Bundan yozadigan bo'lsak, 2 ta A1 plus 6 ta D ga 9 ta D 15 ta D 5 ga teng bo'lyapti. Xo'p, buni 2 ga ko'paytirib tagidan yozadigan bo'lsak, 2 ta A1 qo'shilgan 6 ta D barobar 32 hosil bo'lyapti. Bir-biridan ayirib yuborsak, 9 ta D imiz minus 27 D ni topadigan bo'lsak, minus 3 ga tengligi kelib chiqyapti. D minus 3 bo'ladigan bo'lsa, A1 25 ga teng bo'lar ekan. Bizdan S18 2 ta A1 qo'shilgan M minus 1 karra D, ya'ni 18 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 17 ta D taqsim 2 karra 18 hosil bo'lyapti. Ikkalasi qisqarib ketsa 9 qoladi. 2 ta A1imiz 50 minus 51 D minus 3 ga teng. Mana shuni ko'paytirishimiz kerak 9 ga. Demak, yig'indi bizda minus 9 ga tengligi kelib chiqdi. Bugun video darsimizda sizlar bilan attestatsiyaga tushgan 8 ta misolni yechimini birgalikda ko'rib chiqdik. Bu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, like bosing yoki bo'lmasa o'sha matematika ustozlari guruhlariga bu videoni yuborib qo'ying. Ularga ham foydali bo'lsin. Biz kuzgi imtihonlargacha maqsad qilganmiz sizni bo'shliq nuqtalaringizni o'rganish va o'sha mavzular yuzasidan sizga foydali video darslar berish. Matematika Pro kanalida, Telegramda har kuni 2 ta kunlik masalalar berib borilyapti. Har kuni ishlab attestatsiya darajasidagi masalalar o'zingizni sinab borsangiz bo'ladi. Uni video tahlillari berilyapti. Har hafta payshanba kuni yutuqli testlar tashkillashtirilyapti. Ya'ni umumiy hisobda 500 ming so'mlik yutuqli testlarimiz ham bo'lib o'tmoqda. Kanalni kuzating, testlarda ishtirok eting, o'zingizni ustingizda ishlashdan to'xtamang. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.